Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Mayfair mas'uliyati cheklangan jamiyati tashabbusi bilan Ta'lim va kasb 2025 xalqaro ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda Namangan viloyatidagi 716 ta umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida tahsil olayotgan 8000 dan ortiq o'quvchi ishtirok etdi. Ta'lim va kasb 2025 xalqaro ko'rgazmasining asosiy maqsadi bitiruvchi yoshlarni mamlakatimiz va xorijdagi oliy ta'lim muassasalari, ayniqsa xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan nufuzli universitetlar faoliyati bilan yaqindan tanishtirishdan iborat bo'ldi. Ko'rgazmada dunyoning 4 ta davlatidan top 1000 talikka kirgan 15 ta oliy ta'lim muassasasi vakillari qatnashdi. Ular o'quvchilarga IT, xalqaro biznes, marketing, menejment, diplomatiya kabi zamonaviy yo'nalishlarda ta'lim olish imkoniyatlari, o'qishga kirish shartlari va stipendiya dasturlari haqida atroflicha ma'lumot berdilar. Maqsadli auditoriyani niyat qilgan edik yig'ishni. Bu yerda ham e'tibor bersak, maktablarimiz yuqori sinf o'quvchilarini tashkil etyapti. Bu nima beradi? Ya'ni ular ertangi kunda o'rta ma'lumot bilan qanoatlanib qolmay, balki oliy ta'limga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularni mana shu oliy ta'limdagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishishni maqsad qilgan edik. Ushbu ko'rgazmaning yana bir o'ziga xos jihati xalqaro oliy ta'lim, nufuzli oliy ta'lim muassasalari mas'ul vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish va aynan o'sha oliy ta'limlarda yaratilgan imkoniyatlar, u yerni o'qishga bo'lgan talablarini o'zlari va ota-onalari, ustozlar bilan kelib, batafsil ma'lumotga ega bo'lishyapti. Bu kelgusida ko'plab oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlashda, oliy ta'limga kirishda yuqori natijalarga erishishimizda yaxshi bir omil bo'ladi degan niyatdamiz. Bugun maktablarni bitirayotgan yoshlar oldida tanlash imkoniyati katta. Maktabdan tashqari o'quv kurslarida bilimini mustahkamlab, til o'rganayotgan yoshlar ulkan marralarni ko'zlab harakat qilmoqdalar. Albatta bu jarayonda kasb yo'nalishini tanlashda ikkilanish bo'lishi tabiiy. Ko'rgazma aynan shu ma'noda ahamiyatga egaki, bugun bitiruvchi oliy ta'lim muassasasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Jarayonda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javob oldilar. Ushbu ta'lim ko'rgazmasida ishtirok etganimdan juda ham xursandman, chunki ushbu ta'lim ko'rgazmasi men kabi yoshlarga juda ham katta foydali bo'lyapti, chunki bu yerda 15 dan ortiq xalqaro universitetlar va ularning vakillari bilan suhbatda bo'lyapmiz. O'zimizga kerakli bo'lgan savollar va turli xil yo'nalishlar bo'yicha savol-javoblar olib borilmoqda. Ushbu ko'rgazma yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochish barobarida xalqaro miqyosda tan olingan diplomlarga ega bo'lish, chet elda zamonaviy kasb hunarlarini egallash va mamlakatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishi bilan ahamiyatli.